ko'zimizni ochadigan psixologik fakt haqida gaplashamiz. Ahamiyat berganmisizlar bir xil odamlarning hayotiga faqat ulardan foydalanadigan, ularni kamsitadigan, ularni pastga tortadigan, ularni aldaydigan, xiyonat qiladigan odamlarga qayta uchraveradi. Bu odam sizning hayotingizdan chiqib ketdi va uning ketidan yana xuddi shunaqa odam keladi. Bu narsa takrorlanayotganini siz sezib turasiz va o'ylaysiz, qaysi gunohim uchun? Like, I don't deserve this. Bu aynan hozir siz o'rganishingiz kerak bo'lgan dars. Bu odamlar kiryapti sizga nimanidir o'rgatish uchun. O'zingizga savol bering. Qaysi joyda men bularga qo'yib beryapmanki, men bilan shunaqa отношение qilishiga, menga hurmatsizlik qilishiga, meni kamsitishiga, mendan foydalanishiga qattiq qo'yib beryapman. Va siz odamlarni qo'yib yuborishga o'rganishingiz kerak. Bir xil odamlar yo'qotishdan qo'rqadi. Yo'qotishdan qo'rqqani uchun bu narsaga chidaydi. No. Na. O'zingizni hurmat qiladigan payt kelgandir balki. Ahamiyat bering. Qachon siz bilan bunaqa gaplashishni boshlashyapti, chegaraningizni qo'yishni bilishingiz kerak. Yo'q, men bilan bunaqa gaplashish mumkin emas. Eshik bu yoqda. Mana boshqa gapim yo'q senga. Like that. Bir xil odamlarni вообще gapirmasa ham bo'ladi, shu darajada pastkashlik qilishadi. Qanday qilib ularga chidaysizlar, men tushunmayman. Ishonavering, siz bu darsni o'rganganingizdan keyin hayotingiz ancha yaxshilanadi. Dunyoda shunaqangi yaxshi odamlar ko'p, mehribon, odamning qadrini biladigan, hurmat qiladigan, tarbiyali odamlar juda ham ko'p. Nimaga sizning hayotingizda faqat shunaqa yomon odamlar bo'lishi kerak? No. To'xtating bu narsani. Bekordan bekorga yechilmaydi. Bu dunyoga yolg'iz kelamiz, yolg'iz ketamiz. Bu degani siz butun umr yolg'iz yurishingiz kerak degani emas. Bu odamlarni joyida qo'yib yuborish kerakligini tushunish. Ya'ni qaysidir odam sizning foydangiz uchun, qaysidir odam shunchaki sizga dars berish uchun keldi, qaysidir odam sizga zarar beryapti va bu odamni siz baribir chiqarib yuborishingiz kerak hayotingizdan yoki o'zingiz jabr ko'rasiz. Bu odam sizga yaxshilab kelmaydi. Shu narsani tushunishimiz kerak. O'zingiz ehtiyot qiling. Yana gaplashamiz.